blogerlar nima dedi deysiz? Обязательно bir joy shishib ketadi-ku. Bir joyi ishib ketgan, ko'karib yorilib ketgan. Ana shunday bo'lsa olib chiqamiz. Shunaqa bo'lsa yordam beramiz. Kelaverdi, tushib ketaverdi, ketdi, bir oy keldi. Ha. Qo'lingizga necha pul berdi? 1 so'm bergan. Shundaga keyin bloklab tashlab, o'g'lim Barisada edi. Lekin miyada o'sibdi bor. Biz holatini ko'rib turibmiz mana. $12,000 u Hindistonning o'zidan yetishgan. Shunday. Shuni blogerlar olib chiqmayman, bir joy yorilmagan, ishlagan ishdi. Qashqadaryoga 200 dan oshiq oilalarni, haqiqiy haqdorlarni o'rgangani borganimda guvoh bo'lgan narsalarim shu. Qaysidir bloger keladi-da, "Mayli, men sizga yordam beraman, lekin kartaga tushgan pulni yarmi sizniki, yarmi meniki bo'ladi." Qaysi vijdonga to'g'ri keladi? Yoki keladi qizingizni deydi, "Mayli, boshida o'simtasi bor ekan, o'zi yuribdi-yu, yetib yorilib ketsa, yirtilib ketsa, keyin yordam beraman" deyish. Bu axlat uchun, prosmotr uchun. Sadaqat oyi olib chiqqanimizda ham to'liq o'rganib chiqdik. Bu qanday oila? O'z uylari yo'q, boquvchilari yo'q. 5 oyda, 5 oylikdan chaqaloqligidan beri qon quyidadi. Yana ham xafa qilgan narsa, Toshkentdan turib shu narsalarni eshityapmiz. Andijondan bitta donor topilmayapti shu qizimizga qon berish. Ozmi ko'pmi, mehr muhabbat bilan tashagan ehsonliklarni hozir o'z egalariga yetkazamiz. Xursandchiligini birga ko'ramiz endi Xudo xohlasa. Shu arzimagan bo'lsa ham sizlarni mehr muhabbat bilan tashagan ehsonliklar. Yaxshimi ancha sadoqatlar? Rahmat. Yaxshi bo'lib qoldimi? Kechasi ozgina injiqlik qildi uyqusida, keyin ertalab uyg'ongandan keyin burnim qonab ketdi. O'zim dori ichirdim, to'xtamadi. Keyin shoshilinchga oldim. Yuragi ham juda tez urayotgan ekan. Keyin gemoglobinlar ham tushib ketgan ekan. Reanimatsiyaga olishdi-da. Dadingiz keldilarmi sizni ko'rgani? Kasal bo'lib qolganingizda? Demadi. Chaqirdingizmi o'zi? Hamma keldi siz oldingizga shu ehson qilganlar, hammasi mana o'shalarning mehri siz dadingiz o'sha, xo'pmi? Biz hammamiz, xo'pmi? Sizga dada bo'lamiz, sizni xursand qilamiz, xafa bo'lmang. Hech kim sizni xafa qilmaydi, xo'pmi qizim? Shifoxonada yotganinglarda bir kunda qancha mablag' ketadi o'rtacha hisobda? Og'ir holatda 3-4 million ketadi. Bir kunda. Bir kunga hisoblaydigan bo'lsangiz 1 million so'm pul ketishi ham mumkin dedi. 1 milliondan ko'proq holatiga qarab. 1 million pul 1 kunlik umr deganida, to'g'ri? Ha, shunaqa. Bitta 20 kunlik umr. Mana shu. Kattaroq. Bu yerda yana 20 kunlik, 40 kunlik umr bo'ldi. 60 kunlik umr bo'ldi. Bu yerda 80 kunlik umr bo'ldi. Bu yerda mana 100 kunlik umr bo'ldi. Qancha inson nafslariga ergashib, kerak emas kontentlarni ko'rib, shularni prosmotrni oshib, vaqtimizni behudaga o'tkazayotgan vaqtimizda bu qizimizni bir kuni 1 million turadi. Hozir 100 kunlik umr olib kelib berdik deb hisoblasak bo'ladi. Albatta, hayot, rizq bu Allohning qo'lidagi narsa, lekin sababchilari siz bilan biz bo'lishimiz mumkin. Bu 100 million pul shunchaki bularga 100 kun umr berishi mumkin. Undan tashqari bu yolg'iz ona. Bundan tashqari yana bir qizi bor. Onasini uyida turadi, o'z uyi yo'q. Qo'ni qo'shnilar, yaqinlar, tanishlardan malomatga qolib yashaydi. Shuncha dard bilan. Siz bilan menga keladigan 1 million so'm pul xursand qilsa, sahobiylarni xafa qilgan, qo'rqitgan, qo'rqadigan paytimiz keldi menimcha. Bitta duo qiling. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Hech kimni bolasini xafaman. Alloh akbar. Yurak amri xayriya jamoat fondi. Olganim emas, berganim o'zimniki.